Yoqub yozgan xat. 1-bob. Xudoning va Rabbimiz Ayso Masihning xizmatkori bo'lgan, menki Yoqubdan dunyoning nurg'un joylariga tarqalgan Ayso Masihga e'tiqod qiladigan yahudiylarga salom. Qarindoshlar, har xil sinoqlarga duch kelganda uni zo'r xushallik deb bilinglar. Chunki sizlarga ma'lumki, bundaq sinoqlar orqali e'tiqodinglar sinilib, chidamliq bo'lasizlar. Shunga har qanday sinoqlarga bardoshlik berib, chidamliginglarni yetildiringlar. Shundaq qilsanglar, Xudoning kutgunidek e'tiqodda pishqan, kam kutsiz odamlardan bo'lasizlar. Agar oranglardagi biri aql farosatga muhtoj bo'lsa, hammaga sexiylik bilan beradigan va malol ko'maydigan Xudodan tilsin. Shundala uningga erishidi. Biroq u aql farosat tilaganda Xudodan qilchimu gumonlanmay, to'liq ishonch bilan tilishi kerak. Chunki gumonlangan kishi xuddi dengiz to'lqiniga o'xshash, shamol chiqsila tavrinib ketadi. Bundaq kishi o'zining barliq ishlarida beqaror va turoqsiz keladi. Shunga bundaq odam Xudodan tilagan narsalarga erishiman deb o'ylamasin. Nomrod itqochilar Xudoning oldida o'zlarining nihoyat qimmatli ekanligidan xushal bo'lsin. Boy itqochilar Xudoning o'zlarini kamtar tutqizganligidan xushal bo'lsin. Chunki ular shuni bilsinki, ularning bu dunyodagi hayoti xuddi yova o't cho'plardagi chechaklardek tez oxirlashidi. Kun qizg'anda bu o't cho'plar qurib, uning chechaklari to'zib ketadi-da, go'zalligi yo'qladi. Boy odamlar xuddi shuningga o'xshash o'z halakchiligida yo'qladi. Sinoqlarga sabrchanlik bilan bardoshlik bergan kishi naqadar baxtli-a? Chunki u sinoqdan o'tgandan keyin Xudo o'zini so'yganlarga va'da qilgan mangulik hayot tojiga muyassar bo'ladi. Ozdirilishga duch kelgan odam Xudo meni ozdiryotidi deb o'ylamasin. Chunki Xudo ozdirilmaydi, ham boshqalarni ozdirmaydi. Kimda kim o'z havaslarining kayniga kirsa, u ozidi. Bundaq odamning havaslari uni gunohga boshlaydi. Gunoh uningda o'sib yetilsa, uni mangulik o'limga elib boradi. Shunga qadrli qarindoshlarim, oldinib qolmanglar. Har qanday esil va kam kuchsiz iltifot Xudodan keladi. Osmondagi butkul yo'riqliklarni yaratgan Xudo yo'riqlikdan paydo bo'lgan ko'langilardek o'zgarishchan emas. Xudo o'z irodasi bo'yicha bizni haqiqatdan iborat bo'lgan so'zi orqali yangi hayotga erishtirdi. Buning bilan xuddi dastlabki husulning mevasi Xudoga atalganidek, biz e'tiqodchilar butkul insonlar ichida tunji bo'lib Xudoga ataldik. Qadrli qarindoshlarim, shuni esinglarda tutinglarki, har kim anglashda serak bo'lsin, so'zlashga oldirmasin, oson g'azablanmasin. Chunki g'azablansanglar, Xudoni xursand qiladigan haqqoniy ishlarni qilolmaysizlar. Shuning uchun har xil iflosliklarni va barliq yomon qilmishlarni tashlanglar. Qalbinglarga silingan, sizlarni qutqizalaydigan so'zni kamtarlik bilan o'zlashtiringlar. Xudoning so'zini anglab qo'ysamlar bo'ladi deb o'zinglarni aldamanglar. Aksicha uni ijro qiluvchilardan bo'linglar. Xudoning so'zini anglab qo'yiblar,
uni ijro qilmagan kishi xuddi aynakka qarab yuziga qori surtilganligini ko'rsimu uni surtivatmagan kishiga o'xshaydi. Bundaq kishi aynakdan yiroqlashsila o'z aptini unutib qoladi. Gunoh qilishdan erkin qiladigan mukammal qonunni davomliq astoydillik bilan o'rganguchi anglag'inini unutib qolmay, balki uni ijro qilsa, u hamma ishlarida baxtli qilindi. O'zini Xudoga ixlosman odam deb qaragan, lekin tilini tizginlamagan kishi o'zini o'zi aldaydi. Bundaq ixlosmanlikning qilcha qimmati yo'qdir. Xudo otimizning naziridagi pok va ayibsiz ixlosmanlik bo'lsa, qiyinchilikda qolgan yetim yesir, eri o'lib ketgan tul xotinlarga g'amxo'rlik qilish va o'zimizni dunyoning bulg'ishidan saqlashdir. 2-bob. Qarindoshlarim, sizlar ulug' Rabbimiz Ayşo Masihga e'tiqod qilgan ekansizlar. Boshqalarga ikki xil ko'z bilan qarmanglar. Sizlarning Xudoga ibodat qiladigan yig'ilishinglarga huzur kiyinib bir boy va juljul kiyinib bir kambag'al kelsa, sizlar boy kishiga to'rga chiqsizlar, kambag'alga u yerda tur yoki tövanda o'ltir desanglar, sizlarning bundaq o'xshamaydigan muomalanglar niyatinglarning yomon ekanligini aniq ko'rsatib bermamdi. Qadrli qarindoshlarim, quloq solinglar. Xudo bu dunyodagi kambag'allarni e'tiqod jihatda boy qilish hamda ularni o'zini so'yganlarga berishga va'da qilgan podshohligiga erishtirish uchun tanladi. Biroq sizlar kambag'allarni xorladinglar. Sizlarni azgan va sotqi so'raganlar amaliyotda boylar emasmi? Sizlar mansub bo'lgan Ayşo Masihning oliy janob nomiga kufrlik qilayotganlar yana shu boylar emasmi? Muqaddas yozmalardagi qo'shningni o'zingni so'ygandek so'y degan amrga, ya'ni Xudoning podshohligining bu qonuniga haqiqiy amal qilsanglar, yaxshi qilgan bo'lasizlar. Lekin boshqalarga ikki xil ko'z bilan qarsanglar, gunoh qilgan bo'lasizlar. Chunki sizlar Xudoning ashu qonuniga xiloflik qildinglar. Agar bir kishi Xudoning butun qonuniga amal qildim deb turib, uningdagi biror farmonga xiloflik qilib qolsa, u Xudoning nazarida butun qonunga xiloflik qilgan odamga o'xshash gunohkor hisoblanadi. Xudo zina qilma degan, ham qotillik qilmamu degan. Shunga agar sizlar zina qilsanglarmi, lekin qotillik qilgan bo'lsanglar, yanila butun Tavrat qonuniga xiloflik qilgan bilan tang bo'lasizlar. Sizlarni gunoh qilishdan erkin qiladigan qonun bo'yicha so'roq qilinsizlar. Shunga so'z harakatinglar bu qonunga uyg'un bo'lsin. Chunki sizlar boshqalarga rahim qilmasanglar, so'roq qilinganda Xudo sizlarga rahim qilmaydi. Boshqalarga rahim qilgan bo'lsanglar, Xudoning jazosiga emas, rahim qilishiga erishalaysizlar. Qarindoshlarim, agar bir kishi og'zida "Men Ayşo Masihga e'tiqod qilaman" deb turib, uni o'z amaliyotida ko'rsatmasa, uning nima foydasi? U bundaq e'tiqod bilan qutquzilishga erishalamdi. Agar qarindoshlaringlardan biri och yalang'och qolsa, uningga "Xudo qo'sig'ingni to'q, kiyimingni butun qilsin, omon bo'l" deb qo'yiblar, hojatidan chiqmasanglar, buning nima foydasi? Shunga faqat e'tiqodli bo'lib, o'z e'tiqodiga mos keladigan amaliyati bo'lmasa,
bundaq e'tiqodning hech qanday ahamiyati yo'qdir. Lekin ba'zilar menda e'tiqod bo'lsa bo'ldi desa, ba'zilar e'tiqod bilan amaliyat birga bo'lish kerak deb o'zaro tolishishi mumkin. Men ashu menda e'tiqod bo'lsa bo'ldi deguchilarga, agar sening amaliyating bo'lmasa, o'z e'tiqodingni namoyon qila olmaysan. Biroq men amaliyatim orqali o'z e'tiqodimni namoyon qila olayman deb javob beraman. Sen Xudoning bir ekanligiga ishansanglar, kifoya qilamdi. Xudoning bir ekanligiga hatto jinlarmi ishonadi ham uningdan qo'rqib dir-dir titraydi. Hey nodon, amaliyati yo'q e'tiqodning ahamiyatsiz ekanligini qachonmi bilarsan? Xudoning amriga itoat qilish uchun ajdodimiz Ibrohim o'z o'g'li Ishoqni qurbonlik qilmoqchi bo'lgan va bu amaliyati orqali u Xudo tarafidan haqqoniy odam deb jakarlangan emasmi? Demak, uning amaliyati uning e'tiqodiga mos kelgan. Shunda qilib, uning e'tiqodi amaliyati orqali to'liqlandi. Buning bilan Tavrotda aytilgan Ibrohim Xudoning so'zlariga ishondi. Xudo uning e'tiqodini ko'rib, uni haqqoniy odam deb hisobladi degan so'z isbotlandi va Ibrohim Xudoning do'sti deb ataldi. Biz buningdan shuni ko'rib olaymizki, Xudo e'tiqodla bo'lib, amaliyati bo'lmagan odamni emas, balki e'tiqodi bilan amaliy harakati birdek bo'lgan odamni haqqoniy odam deb jakarlaydi. Bu to'g'riliq yana bir misol bor. Poyisha ayol Rahob Isroil chorlug'uchilarini o'z uyida yoshirib, ularning boshqa yo'l bilan qochib ketishiga yordam bergan amaliy harakati uchun haqqoniy odam deb jakarlangan emasmi? Ruhi yo'q tan o'lik bo'g'inidek, amaliyati yo'q e'tiqodmi o'likdir. 3-bob. Qarindoshlarim, e'tiqodchilar jamoatchiligida hammanglarla ta'lim berguchi bo'lib olmanglar. Sizlarga ma'lumki, Xudo biz ta'lim berguchilarni boshqalardan texmi ig'ir so'roqqa tortdi. Hammamiz ko'p xatolashimiz. Holbuki, tilda xatolashmagan kishi o'zini har jihatdan tizginlab, pishib, yetilgan kishi bo'ladi. Biz otlarni tizginlash uchun ularning og'ziga yugan solimiz. Buning bilan ularni xohlagan yerimizga mangdiralaymiz. Yana, masalan, kema shunchalik cho'ng bo'lsa-mu, ya'ni kelib, kuchlik bo'ron uningga shuncha qattiq urilsa-mu, lekin rolchi kichkina rol orqali uni xohlagan yeriga hadiyalaydi. Shuningga o'xshash, garchi til tenimizning kichik bir a'zosi bo'lsa-mu, lekin cho'ng ishlarga sabab bo'lalaydi. Kichikina bir o't ushqunining cho'ng o'rmonga o't qo'yib etalaydiganligini o'ylab beqinglar. Til dal shu o't ushquniga o'xshaydi. U har xil qilmishning manbasi va a'zolarimiz ichidagi buzg'unchi bo'lib, butun badanimizni bulg'ayolaydi. Bu o't do'zax o'tidan yiqilsa, hayotimizni vayron qilib etalaydi. İnsanlar, yovvoyi hayvonotlar, uchar qanotlar, yer beg'rilg'uchi hayvonlar va suv maxluqotlarini tizginlayalaydi. Hamda ularni olli-burun tizginladi. Ammo tilni hech kim tizginlayolmaydi. Til tizginligili bo'lmaydigan bir o'sal narsa bo'lib,
u xuddi jonga zomin bo'ladigan zaharga o'xshaydi. Biz tilimiz bilan Xudo otimizni madhiyalaymiz. Ya'ni shu tilimiz bilan Xudo o'z obraziga o'xshash qilib yaratgan insonlarni qarg'aymiz. Demak, bir ig'izdan ham madhiya, ham la'nat chiqadi. Qarindoshlarim, bundoq bo'lmasligi kerak. Bir buloqdan sharbatmi, zardobmi chiqamdi. Qarindoshlarim, anjur darig'i zaytunning mevasini bermaydi. Üzüm tili anjurning mevasini bermaydi. Sharbat bulug'idan zardobmi chiqmaydi. Oranglarda kim aql farosatlik bo'lsa, u o'z hayotida kamtarlik bilan qilgan yaxshi ishlari orqali o'zining aql farosatini ko'rsatsin. Lekin qalbinglarda hasadxo'rlik va shaxsiyatchilik bo'lsa, aql farosatlikman deb o'zinglardan maqtanmanglar. Agar maqtansanglar, yolg'on so'zlab, haqiqatni yo'q chiqargan bo'lisizlar. Bu dunyoga va inson tafakkurga xos bo'lgan bundoq aql farosat Xudodan kelgan emas, balki shaytondan kelgan. Hasadxo'rlik va shaxsiyatchilik bo'lgan yerda qalaymaqonchilik va har xil razilliklar bo'ladi. Lekin bir odamda Xudodan kelgan aql farosat bo'lsa, u oldi bilan pok, ondan tinchlikparvar, xushbeyil, kamtar va rahimdil bo'lib, uning hayoti yaxshi mevalar bilan to'lgan bo'ladi. U yana ayrimichilik va soxtipazlik qilmaydi. Tinchlik izdiguvchilar tinchlik urug'ini chochidi va uningdan adolat mevasini oladi. Mevasini 4-bob. Oranglardagi to'qinish va majrolarning manbasi nima? Bu dal qalbinglarni chirmib olgan orzu-havaslaringlar emasmi? Sizlar o'zinglar orzu qilgan narsalarga erishalmaganda odam o'ltirishdan yonmaysizlar. Vaholanki, orzu qilgan narsalarga erishalmay, jidal majro chiqarsizlar. Sizlar Xudoning tilmaganliginglar uchun erishalmaysizlar. Tilisanglarmi erishalmaysizlar. Chunki niyatinglar yomon bo'lib, o'z orzu-havaslaringlarni qondirish uchunla tilaysizlar. Hey Xudoga vafosizlar! Bu dunyo bilan do'stlikning amaliyotda Xudo bilan dushmanlashish ekanligini bilmabdinglar. Agar sizlar bu dunyoni do'st tutmoqchi bo'lsanglar, Xudoning dushmaniga aylansizlar. Muqaddas yozmalarda Xudo qalbimizga solgan muqaddas ruh bizning Xudoga sadoqatmand bo'lishimizni nihoyatda orzu qiladi deyilgan. Sizlarcha bu quruq so'zmi? Yomon orzu-havaslarimiz ustidan g'alaba qilishimiz uchun Xudo bizga ko'p kuch-qudrat berdi. Bu xuddi muqaddas yozmalarda Xudo qarshidir takabburlarga, mehr shafqat qilar kamtarlarga deb yezilganidekdir. Shuning uchun Xudoga itoatmand bo'linglar. Shaytonga qarshi turinglar. Shu chog'dala shayton sizlardan qochadi. Xudoga yaqinlashinglar. Xudomu sizlarga yaqinlashidi. Hey gunohkorlar, gunohdan qo'l uzinglar. Hey, ham Xudoni, ham dunyoni do'st tutamiz deguchilar, qalbinglarni pok qilinglar. Qilgan gunohlaringlar uchun qayg'u hasrat chekinglar. Hozir tutib yig'langlar. Kulkanglarni motamga, xushallig'inglarni qayg'uga aylantiringlar. Xudoning oldida o'zinglarni töven tutinglar. Shu chog'da Xudo sizlarni üstün qiladi.
Qarindoshlar, bir-biringlarni so'kmanglar. Qarindishinglarni so'ksanglar yoki uning ustidan hukm qilsanglar, Xudoning bir-biringlarni so'yinglar degan qonunni so'kkan va uning ustidan hukm qilgan bo'lasizlar. Chunki sizlar Xudoning qonunining to'g'ri yoki xatoligini qaror qiladigan sotchi emassizlar. Sizlarning vazifanglar Xudoning qonuniga bo'ysunishdan iborat. Faqat Xudola qonun tuzguvchi va hukm qilguvchidir. Qutqizish va halok qilish faqat Xudoning kuch-qudratidan keladi. Shundoq ekan, boshqalar ustidan hukm qilishga sizlarning nima huquqinglar bor? Ba'zilar bugun yoki ati palon shaharga boramiz. U yerda bir yil turamiz. Tijorat qilib, ko'p pul topamiz, deydi. Bundaq deydiganlar manga quloq selinglar. Ati nima bo'ldiganligini bilamsizlar? Sizlarning hayotinglar xuddi bir damdilla paydo bo'lib, yo'qolib ketadigan tumonga o'xshaydi. Shuning uchun Xudo buyursa, o'lmasakla, uni qilamiz, buni qilamiz, danglar. Biroq hozir sizlar o'zinglarning planinglardan mag'rurlik bilan maqtinsizlar. Bundaq qilish to'g'ri emas. Esinglarda tutinglarki, qilishga tegishlik yaxshi ishni bilib turib, qilmaganlar gunoh qilgan bo'ladi. 5-bob. Ey baylar, quloq selinglar. Beshinglarga keladigan falokatlar uchun dod faryod qilib yig'langlar. Baylig'inglar chirib ketadi. Kiyim-kechinglarni kuya yeb ketadi. Oltin kumushlaringlarni bo'lsa hamon dod bosadi. Bu dod qiyomat kunida shaxsiyatchiliklarga guvohlik berib, do'zaxda kuyishinglarga sabab bo'ladi. Chunki sizlar bu oxir zamonda boylik to'plash bilanla bo'lib ketyapsizlar. Sizlar itizinglarda ishlayotganlarning ish haqlariga hiyla mikr ishlatib keldinglar. Ular ustinglardan shikoyat qilyotdi. Sizlarga hosil yig'ib berayotgan bu kishilarning oqsori hammaga qodir Xudoning qulug'iga yetdi. Sizlar bu dunyoda bayoshot va aysh-ishrat ichida yashayapsizlar. Qo'ylar bo'g'ziladigan kunga qadar bo'rdalganga o'xshash. Sizlarmu qiyomat kuniga qadar o'zinglarni bo'rdavatsizlar. Sizlarga qarshi chiqquda kuchimi bo'lmagan gunohsiz kishilarni gunohga mahkum qilib, ularni o'ltirib keldinglar. Shunga qarindoshlar, Rabbimiz Ayso qaytib keladigan kungacha sabr toqat qilib turinglar. Dehqonlar, mo'l hosil ilish uchun bahor va kuz yomg'irlarini sabr toqat bilan kutganiga o'xshash, sizlarmu Ayso Masihning qaytib kelishini sabr toqat bilan kutinglar. İrodanglar mustahkam bo'lsin. Chunki Rabbimiz Aysoning qaytib kelishiga oz qoldi. Qarindoshlar, Xudoning jazosidan saqlanish uchun bir-biringlardan og'rinmanglar. So'roq qilguvchi kelish oldida turadi. Xudo avatgan payg'ambarlarning azob uqubatlarga qandoq sabr taqat qilganligidan ulga elinglar. Biz mana mushundoq sabr toqat bilan bardoshlik berganlarni baxtli hisoblaymiz. Oyubning o'z beshiga kelgan har xil ig'ir azob uqubatga qandoq sabr toqat bilan bardoshlik berganligini, shundoqla oxirda Xudoning uning hayotini qandoq yaxshi o'rlashtirganligini bilasizlar. Xudo haqiqatanmi nihoyatda shafqatlik va rahimdildir. Qarindoshlarim,
Eng muhimi, qasam qilmanglar. Osmon, zemin va boshqa narsalarning nomi bilan qasam qilguvchi bo'lmanglar. Javobinglar tuzla, he yoki yo'q bo'lsin. Shunda qilganda Xudoning jazosiga tortilmaysizlar. Oranglarda jafo tatiyotgan kishi bor bo'lsa, u Xudoga duo qilsin. Xushal bo'layotgan kishi bor bo'lsa, u Xudoga matiya naqshlarini aytsin. Og'riqsizlar bor bo'lsa, e'tiqodchilar jamoatchiligining yetakchilarini chaqirtib kelsin. Ular Rabbimizning nomi bilan bu og'riqlarning beshiga yog' surkab duo qilsin. Rabbimiz to'liq ishonch bilan qilingan duo orqali og'riqni saqaytidi va uni o'rnidan turg'izidi. Agar bemor gunoh qilgan bo'lsa, kechirim qilinadi. Shunga shifoliq tepish uchun o'tkazgan gunohlaringlarni o'zaro iqror qilinglar va bir-biringlar uchun duo qilinglar. Haqqoniy odamning duosi zo'r kuch va unumga egidir. İlyas payg'ambarmu bizga o'xshash odam edi. U Isroiliyada yomg'ir yog'maslik uchun ixlos bilan duo qilgan edi. Natijada 3,5 yil yomg'ir yog'madi. Keyin qayta yomg'ir yig'ish uchun duo qilgan edi. Yomg'ir yig'ib, yermu hosilbadi. Qarindoshlarim, oranglarda haqiqatdan chatmagan kishi bo'lsa, uni haqiqatga qaytarib akilishga tirishinglar. Shuni bilinglarki, gunohkor kishini haqiqatga qaytarib agagan odam shu kishining mangulik o'limdan qutulishiga va nurg'un gunohlarining kechirim qilinishiga sababchi bo'ladi.